Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Xolodilnik qiziqqan ko'kalar, uzoq yaqindagilarga hammaniga assalomu alaykum. Xo'p, yana ajoyib manzildamiz, xudo xolisa bu ofisga xolodilnik qilib beryapmiz. Devorlari pinopoliuretan. Hop, DD30 bilan, chunki o'rta harorat uchun. Shu suvlarni ishxona uchun meva-cheva shunga o'xshash narsalarni qo'yib yangi holatda iste'mol qilish uchun mo'ljallanyapti. Hop, xolodilnikimiz mana oldin bu joy kuxnya bo'lgandi. Shu kuxnyamizni xolodilnik qo'yaptilar. 480 ga 280, balandligimiz 310 bo'ldi. Kattagina xolodilnikcha 41 kubali. Xudo xolisa ishlatib yurg'izib yana bir marta video qo'yib beramiz. Hop, motorimiz germetishni bo'ldi, sababi ofis shum bo'lmasligi uchun, navesdagidaligi uchun bega motor qo'yilsa ovozi juda ham baland chiqadi. Bu joydagi xodimlarga xalaqit qilib berishi mumkin. Shu sababdan germetishni kompressor qo'yadigan bo'ldik. Devorlarimiz aytib o'tdik. Pinopoliuretan, devorlarimiz 04 listdan bo'lgan, zamonlarimiz temirli. Plotnost 42, xudo xolisa maza qilib ishlatish uchun inshaalloh. Shu holatda bo'ladi. Bitgandan keyin bitta chiroyli qilib ko'rsatib obzorchasini qilib beramiz. Motorimiz bu joyga o'rnaydi. Mana Samsung konteynerimiz yoniga. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Savollar bo'lsa bemalol inshaalloh bitirib yana bir marta chiroyli video chiqib beramiz. Assalomu alaykum. Mana xolodilnikimiz bitgan holati. Kompressorimiz germetishli kompressor bo'ldi, 5 ta ot kuchli. Ichkarida xolodilnikimiz mana sklad uchun bu yerdagi mahsulotlarni qo'yish uchun asosiy hop, razmerlarimiz 280, balandligimiz 310, umumiy 320. Polga stashga qo'yib olinadi. Isparitorimiz alyumiy korpusda Xitoy isparitor bo'ldi. Kandele firmaniki, Kalelemi shunaqa firma. Uzr, adashib ketdim. Hop, xudo xolisa mana onachamizni kirish qismini ham chiroyli qilib utepleniya qilib, to'laligicha xolodilnik qilib berildi. Juda ham sovuq, o'shaning uchun yugurlab chiqib ketib olaman. Xolodilnikimiz 280 ga 480, balandligimiz 320. Germetishni eshiklar bilan qo'yib berildi, xudo xolisa. Hop, kompressorimiz nimaga germetishni qo'ydi desam, mana ko'rib turibsiz, bu joy ofis. Namangandagi o'sha Bunyodkor beton MCHga qarashli bu kattagina ofis. O'sha ofisimizga xolodilnik berildi. Bu joydagi o'sha olma o'zlariga kerakli bo'lgan mahsulotlarni saqlash uchun kompressorimiz aytib o'tganimizdek germetishni ovozi kamroq bo'ladi, ovozi pastroq bo'ladi. Bu yerda hech kimga xalaqit qilmasligi uchun germetishni kompressor tanladik. Chunki polo germetishni qilganimizda birinchi navbatda ofisimizni vidini ham buzardi, ovozi ham juda ham shovqinli bo'ladi. Baribir u porshini ko'pligini hisobiga to'rtta porshini bor. Shu sababdan germetishni kompressor qilib yubordi. Xudo xolisa boshqaruvchi Qobil aka. Qobilingiz zo'r ekan. Alloh salomat qilsin. Rahmat. Xudo xolisa mana bitqazib shama qilyaptilar. Uzatasiz. Sog' bo'linglar sizlar, uzatib qo'yarsan. Va bitqazib oldi, xudo xolisa. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Qo'ldan kelgancha xudo xolisa ilmimiz yetgan joygacha chiroyli qilib bajarib beramiz. Devorlarimiz pinopoliuretan bo'ldi, o'sha sariqligidan doim pinopoliuretan tavsiya beriladi. Shunaqa holatda bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Alloh salomat qilsin.